Okey, eshitdingizmi, yaqinda globalniy muammoni O'zbekiston va Portugaliya to'g'ri kelib qoldi degan jahon chempionatida. Siz Ronaldoga muxlis edingiz. Shunda kimga muxlislik qilasiz? Короче, bitta she'r bor edi, shunga aytib beraymi? Bolalikni eslayman MU formasi, olovdek yonardi 7-raqam, Gretsiya 2004 afsonasi, Portugaliya yetkazsa yig'lagan akam, muxlisga aylandim o'shandan buyon, Parij finalini yig'lab ko'rgandim. Yurt uchun borini bergan mard o'g'lon, yengilmas jangchilikni sendan o'rgandim. Dunyo zo'rlarini mundial chorlar, maydonni yondirar yulduzlar marshi, baxtlidir bu safda termasi borlar. İlk marta muxlisman men senga qarshi, sen uchun so'nggisi biz uchun debyut. Xafachilik bo'lmasin Ronaldo akam, biz durranga rozimiz qolganini yut. Xuddi sendek menga ham